Ko'pchilik aynan shu mavzuda xato qiladi. Ya'ni tenglamalar, bir o'zgaruvchili tenglamalarni ishlashda. Keling shuni biz 4 daqiqada o'rganib olamiz. Tenglama o'zi nima? Tenglikda o'ng va chap tomonlari teng bo'lishi tenglama deyiladi. Ya'ni bizlar topgan x larimizni olib kelib o'rniga qo'ysak, tenglikda o'ng va chap tomonlari qiymatlari bir xil chiqishi kerak. Demak, umumiy formula bor. X barobar b. Har doim x oldidagi ifodani bo'lib yuboramiz. Ikkinchi, ya'ni chap tomondagi, o'ng tomondagi ifodaga, ya'ni b taqsim a ko'rinishida bo'ladi. Keling shuni yana soddaroq tilda tushuntiraman. Ya'ni ax barobar b bo'lsa, har ikkala tomonni a ga bo'lib yuboramiz. A qisqarib ketadi. X barobar b taqsim a ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi. Demak, shunga doir misolcha ko'rib chiqamiz. 5x barobar 15 bo'lsa, har ikkala tomonni 5 ga bo'lib yuboramiz. Qisqartiramiz. X barobar 3 degan javobni olamiz. Nimaga men 5 ga bo'ldim? Chunki x oldidagi son 5 edi. Yoki 7x barobar 11 bo'ldi mana. Ikki tomonni ham 7 ga bo'lib yuboraman. Sarf ketadi. X barobar 11 taqsim 7 degan javobni olamiz. Demak, tenglamalarni yechganimizda har doim x lar bir tomonda, sonlar bir tomonda bo'lishi kerak. Bo'lmasa tenglamani yecha olmaymiz. Keling, shu misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Demak, 5x minus 150 barobar 0. Mana shu ko'rinishda misol berilgan. Demak, 150 ni har doim tenglikda o'ng tomoniga o'tkazamiz. Ya'ni sonlar o'ng tomonda, noma'lumlar chap tomonda bo'lishi kerak. Va ikki tomonni yana 5 ga bo'lib yuboramiz. X barobar 30 degan javobni olamiz. Demak, bir nechta x va bir nechta sonlar birga berilgan bo'lsa, masalan, 3x plus 9 barobar 4 minus x ko'rinishda. Har doim x larni bir tomonga, sonlarni bir tomonga olib o'tishimiz kerak. Ya'ni o'tkazganimizda mana bu sonning ishorasi minus bo'lsa plusga, plus bo'lsa minusga o'zgaradi. Ya'ni 3x plus x bo'lib o'tadi, mana bu x'imiz, mana bu edi. 4 minus 9 bo'lib o'tadi, 9'imiz, ya'ni plus 9 minus 9 bo'lib o'tadi. Buni qo'shsak 4x bo'ladi, buni ayirsak minus 5 bo'ladi. Minus 5. Va har ikkala tomon 4 ga bo'lib yuborsak, x barobar minusdan 5 taqsim 4 degan javobni olamiz. Demak, tenglamalarni yechishga doir yana bir ikkita misollarni ko'ramiz. Ya'ni qavs qatnashgan bo'lsa nima qilamiz? Ya'ni agar x lar yo'qolib ketsa nima qilamiz? Ya'ni noma'lumlar yo'qolib qolsa, shunday holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, x minus 1 qavsda minus x minus 6 barobar 5x ko'rinishidagi tenglama berilgan. Birinchi navbatda qavslarni ochib olamiz. 5x bo'ladi. X lar ayrilganda 0 bo'lib ketadi va 5x ni tengni chap tomoniga o'tkazib olamiz. Bular 0 bo'lib ketdi. Demak, minus 1 va 6 ni soddalashtirsak 5 bo'ladi. 5 tenglikda o'ng tomoniga o'tadi. Va har ikkala tomonni minus 5 ga bo'lib yuborsam, javobimiz 1 ga teng bo'ladi. Endi shunday holatlar bor, x 0 bo'lib ketishi mumkin yoki x umuman yo'qolib ketishi mumkin. Demak, o'sha misolga doir yana bir ikkita misolcha. 3x plus 2 x plus 1 barobar 5x ga mana. Demak, qavsni olib chiqamiz. 2x plus 2 bilan qavsni ko'paytirsak, bu 5x ga teng. Demak, buni qo'shsak 5x bo'ladi. Bu 5x ni bu tomonga o'tkazsak, ya'ni chap tomonga o'tkazsak, ikkinchisi bu tomonga o'tkazsak, o'ng tomonga 5x lar 0 ga aylanib ketadi. 0 teng minus 2 bo'lib qoladi. Mana shunday holatda yechimga yo'q, ya'ni bo'sh to'plam degan javobni qabul qilamiz. Demak, yana shunday holat bor, tenglama cheksiz ko'p yechimiga bo'lgan holat bor. Ya'ni bu 0 teng 0 bo'lib qolsa, bu tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Demak, shunga doir bitta misolcha. 5 2x plus 4 2 5x plus 10 ko'rinishidagi misol. 5 ni ko'paytirib chiqsa qavs ichiga 10x plus 20 10x plus 20 ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi. Demak, x larni bir tomonga, sonlarni bir tomonga olamiz. 10x barobar
20 minus 20. 10x dan 10x ayirsak 0 bo'ladi. 20 dan 20 ni ayirsak 0 bo'ladi. Demak, mana shu holatda cheksiz ko'p yechim bo'ladi. Demak, tenglamamizni ildizlari cheksiz ko'p son bo'ladi. Demak, endi kasrlarga doir tenglamalarni ko'rib chiqamiz. X taqsim 5 qo'shilgan x taqsim 4 barobar 14 bo'lsin mana. Bunda ko'rinishdagi misol. Demak, bu yerda umumiy maxraj beramiz va maxrajni tashlab yuboramiz. Demak, 4 bilan 5 ga umumiy maxraj 20 bo'ladi. 4 ta beramiz, 5 ta beramiz. Bunga 20 ta beramiz va maxraj tashlayveramiz. 4x plus 5x 20 ko'paygan 14. 4x ga 5x qo'shsak 9x barobar 20 14 ga ko'paytirsak, demak 10 tasi 140, 280 bo'ladi. Keyin ikki tomonni ham 9 ga bo'lib o'ramiz. X barobar 280 taqsim 9 degan javobni olamiz. Demak, yana bitta shunga doir misolcha. X minus 1 taqsim 2 ayrilgan x minus 2 taqsim 3 barobar 5 ga bo'lsin. Demak, mana bu ko'rinishdagi misollarni qanday ishlaymiz? 2 bilan 3 ga umumiy maxraj olamiz. Bunga 3 ta, bunga 2 ta, bunga 6 ta. Ya'ni umumiy maxraj 6 oldim. 3 x minus 1 2 x minus 2 barobar 6 ko'paygan 5. Maxraj tashlaverdim. Endi e'tibor qilingizlar, mana shu yerda minus bor. Minus qarshıcha ko'payganda plus bo'lib o'zgaradi. Ko'paytirib chiqsak minus 2x plus 4 teng 30 degan javobni olamiz. Demak, 3x dan 2x ayirsak x bo'ladi. Xo'p, 30 ayrilgan 4 qo'shilgan 3 ko'rinishda o'tadi. Demak, 30 dan 4 ta ayirib 3 qo'shishimiz kerak. X barobar 30 dan 4 ta ayirsak 26, 3 qo'shsak 29 degan javobni olamiz. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi dars qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib keting.